AQSh, Fransiya va Buyuk Britaniya Ukrainani NATOga taklif qilishga tayyor. G'alaba rejasi aslida oldin taqdim qilingan rejalarning nomi o'zgarganligi. Bugun Ukrainaning g'alabasiga deyarli hech kim ishonmay qo'ydi. Mana Millatlar Ligasini, o'zining o'tmishda bo'lsa Millatlar Ligasini xatosini qaytardi bemeti. Ya'ni Yevropada urushga yo'l qo'ymaslik kerak edi. Millatlar Ligasi Yevropada urushga yo'l qo'ydi. Bizning atom bombamizni, yadroviy salohiyatimizni olib qo'ymaganlaringda edi, Rossiya bizga hujum qilmas edi deb ko'p aytadi. Va bu Putinning propagandasini yana bitta argumentlardan bittasi. Vengriya bilan Turkiyani tushunish mumkin. Lekin Germaniya nega hozir bu yerda qarshilik turibdi? Pakrosda qancha ko'p ushbu shaharda Rossiya qo'shinlari ushlab turilsa, shuncha ko'p orqadagi yangi mudofaa liniyalari quriladida. Agarki Ukraina bo'yicha Rossiyaga haqiqatda katta bir armiya yuborishi tasdiqlansa, bu kollektiv G'arb uchun misli ko'rilmagan bir katastrofa deyishimiz mumkin. Hozir hamma uni o'rganyapti. G'arb bu narsani G'arb razvedkalari, maxsus xizmatlari bu narsani o'rganyapti.